Xitayning Sharqi Turkistondagi sesimliq bostirishida tadqiqotchilarning mo'ljallashicha, millionlagan Uyg'ur va boshqa musulmonlar atalmish terrorlikqa qarshi turish harakatining bir qismi sifatida maxfiy tutib turish markazlari va turmalarda tutib turilmoqda. Yaqinda oshkorlangan bir hujjat oqibati noma'lum necha minglagan Uyg'urning Xitoy tarafidan tutib turilayotganligi yoki kesib etilganligini o'tirib chiqardi. Nursimangul Abdurashid tuqqanlari bu tizimlikka kirgan minglagan Uyg'urning biri. Hozir Turkiyada yashaydigan Nursimangulning oilasidagilar bilan bo'lgan aloqasi 5 yil ilgari uzilgan. Yevropadagi har qaysi davlatlardan kelgan yuzlagan Uyg'ur namoyishchi, lager shohidlari, parlament a'zolari, Uyg'ur, Tibet va Hong Kong tashkilotlarining vakillari 13-may Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Janvadagi binosi oldida axborot yig'ini va namoyish o'tkazib, yaqinda Sharqi Turkistonni ziyorat qiladigan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bacheletga chaqiriq qilgan. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa, Shveysariya Sotsialistlar partiyasining parlament a'zosi Lorenz Feleman Reel, kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Janva direktori John Fisher va Yevropa Tibet yoshlar tashkilotining raisi Dalqa Xarsar namoyishchilar orasida yer oldi. Amerika prezidenti Joe Biden va Sharqi Janubiy Osiyo ellari ittifoqiga a'zo davlatlar rahbarlari Oqsaroyda ko'rishdi. Ma'lumki, boshliqlar yig'inning Sharqi Janubiy Osiyo ellari ittifoqiga a'zo davlatlar nuqtasidan elib aytganda eng muhim qaralmasi Xitoyning rayondagi ta'sirining eshishi. Oqsaroy bu boshliqlar yig'ini doirasida Amerika va Sharqi Janubiy Osiyo ellari ittifoqiga a'zo davlatlar o'rtasida klimat, taraqqiyot, ma'arif, dengiz okean sohasidagi hamkorlik va dunyo sayyoh bexatarlik masalasi qatorliq temalarning muzokara qilinganligini e'lon qildi. Yaponiya hukumati yuqori texnikalik mahsulotlarning Rossiyaga eksport qilinishini cheklashni tasdiqladi. Yaponiyaning eksport qilishni cheklagan yuqori texnikalik mahsulotlar ichida 3D printer, kivanit hisoblash uskuni, elektronlik mikroskop va may pishiqlab ishlash katalizatorining borligi ko'rsatildi. Bu cheklash buyrug'i 20-maydan boshlab yo'lga qo'yildi. Mustaqil Davlatlar Birlashmasining tashqi ishlar ministrlari uchrashishi Tojikistonning poytaxti Dushanbeda o'tkazildi. Yig'inda a'zo davlatlar orasidagi siyosiy, savdo-iqtisod, bexatarlik, madaniyat, insonparvarlik va ilmiy hamkorlik masalalari, shuningdek rayon va xalqaro masalalari muzokara qilindi. Ministrlar kelar qatimliq yig'inni 10-oyning 13-kuni Qozog'istonning poytaxti Nur-Sultonda o'tkazishni qaror qildi. Shvetsiya parlamentidagi 8 partiya tayyorlagan dokladda, agar Shvetsiya NATOga a'zo bo'lsa, Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotining 5-moddasidagi belgilamaga asosan Shvetsiyaning davlat bexatarligining kafolatga ega bo'ladiganligi o'tirib qo'yildi. Shvetsiya tashqi ishlar ministri Lendi dokladdan keyin o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotiga a'zo bo'lish orqali Shvetsiyaning NATOning kollektiv bexatarligining bir qismi bo'lib qoladiganligini bayon qildi. Texnikaga mablag' selish bilan dong chiqargan amerikalik milliarder savdogar Elon Musk o'zining ijtimoiy aloqa subsi Twitter'ni setib olish ishining hozircha to'xtatilganligini e'lon qildi. Musk setish jarayonini tamomlashdan burun Twitter'dagi haqiqiy bo'lmagan abonentlarning nisbatini hisoblashni saqlaydiganligini e'lon qildi.